13. ders takvanın mahiyeti hakkında. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlığa Abdüveli Qari Rahimahullah'ın derslerden tallanmalar 13. ders takvanın mahiyeti hakkında degen temini okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. 13. ders takvanın mahiyeti hakkında. Aldınqı dersimizde Allah Teala yaxşı görgen sübetlerden takva sübetini öğrengen idik. Hem onun ikinci tarifini tamamlagan idik. Bugünkü dersimizde 3. 4. ve 5. tariflerini öğrenimiz inşallah. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da muttaqinlarga qiyameti berilgan mukofatlarni bayon qilgandan keyin ya'ni taqvodorlar Rabbimiz biz shubhisiz iymon etdik, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Ular ya'ni taqvodorlar sabr qilg'uchilardir, rostchillardir, Allah'a itaat qilg'uchilardir, yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qilg'uchilardir va saharlarda istig'for etqichilardir. Sura Al-Imron 16-17 oyat. Deb muttaqinlarning shu sifatlar bilan sifatlanganligini bayon qildi. Oldingi ta'riflarda bu tilga ilingan bo'ldi-yu, ammo bu yerda tafsili bayon qilingan bo'ldi. Birinchi, Allah Subhanahu ve Teala muttaqin bandalarni sabirin bandalar deb sifatladi. Bu sabr oldi bilan mu'min kishining islom yo'lida qilayotgan amaliga bo'lgan sabr. Jismiga yetgan azoblarga bo'lgan sabr, moliga yetgan azoblarga sabr va ruhiy qiyinchiliklarga bo'lgan sabrdir. Xulos shuki, Alloh Taolo bu sabrni iymonning asoslaridan qildi. Sabr iymonga nisbatan insonning jismida muhim o'rinda turdi. Xuddi bir boshsiz insonni tasavvur qilib bo'lmagandek, sabrsiz iymonni tasavvur qilib bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida shunday deyilgan: "Vas-sodiqin." Birinchidan Allohga sodiq bo'lish, Allohning buyrug'ini o'zi qilish va boshqalarga yetkazish, mana bu Allohga sodiqlikdir. Ikkinchi, tilidagi sodiqlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida sadoqat, rostchilik insonni ko'p yaxshilikka ilib bordi. Ko'p yaxshilik insonni jannatga kirgizadi. Kishi birdamlik rostchiligi bilan sodiq bo'lib qolmaydi. Kishi har bir muomalasi, so'zlarida sodiq bo'lib beraverdi. Hatto Alloh taoloning huzurida siddiqlar sepidan o'rin oladi deydi. Musa ibn Umayr ve Hamza ibn Abdülmuttalib radiyallahu anhular Uhud jangida shahid bo'ldi. Hammamizga ma'lum, Hamza ibn Abdülmuttalib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tog'ilaridan edi. Musa ibn Umayr iymon keltirishdan ilgari hozirgi til bilan aytganda Mekkening katta boyvachilaridan edi. U islomni qabul qilgandan keyin hech kimga yegizmagan taomni yegizib, hech kim kiymaganni kiygizib turgan onasi hamma azorlarni qilishga boshladi. Mana Musa ibn Umayrdek Mekkening boyvachisi bo'lib yurgan yigit Uhud jangida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bayroqlarini ko'tarib, shu jangda shahid bo'ldi. Dafn qilganda boshlarini yugisa oyoqlari echilib qoldi. Oyoqlarini yugisa boshlari echilib qoldi.
Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izhir degan daraxtdan elib keldi-da, shuning bilan oyoqlarini yugab qo'ydi. Ya'ni mu'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabotlik bo'lib, shahid bo'lgan qadar dodillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi, ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Rabbiga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. degan bu oyat ko'plagan mufassirlarning diginiga asoslanganda Hamza ibn Abdul Mutallib, Musa ibn Umayr va shuning o'xshagan sahoba ikromlar haqida nozil bo'lgan. Alloh bilan bo'lgan ahdida sodiq bo'lish sahobalarda ko'p tepilatdi. Alloh va Rasulullohga iymon keltirib, shu iymondan shubhilanmagan mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilgan kishilarni Alloh sodiqlar dedi. Ya'ni shubhisizki haqiqiy mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan. Ondan iymonida shak keltirmagan. Mollari bilan, jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir. Ana shular iymon davosida rostchillardir. Sura Hujurat 15-oyat. Hem sodiqlarni Alloh taolo muttaqinlar deb sifatladi. Ya'ni ana shular rostchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. Sura Baqara 177-oyat. Demak, inson Alloh bilan bo'lgan ahdiga sodiq bo'lmay turib, nomi amallarida sodiq bo'lmay turib, taqvo darajasiga yetolmaydi. Vel qanitin, bu Allohga qalbidagi lazzat bilan itoat qilishdir. Allohning buyrug'iga xudu, ya'ni lazzat bilan itoat qilish qonit deyiladi. Taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilar xudu sifatiga ega bo'lmay turib, taqvo sifatiga ega bo'la olmaydi. Allohning buyruqlariga havo bilan emas, uni lazzat bilan itoat qilish taqvo sifatiga ega kishilarning sifatlaridandir. Vel munfiqin, ya'ni infoq. Bu haqda biz burun to'xtalganimiz uchun bu yerda qisqacha to'xtalamiz. Alloh yo'lida mollarini infoq qila olgan kishilarga taqvo bo'lishi mumkin. Ba'zi kishilar ilm o'qishga to'limi mustahkam. Kechqurun ibodat qilishda ham mustahkam. Alloh yo'lida jonlarini aymaslikqa ham tayyor, lekin moli bilan bo'lganda u maydonda tepilmaydi. Vel mustagfirina bil ashar. Alloh taolo taqvo kishilarni saharlarda istig'for etuvchi deb sifatladi. Hozir ham yana takror aytamiz, kishilarda har xil sifatlar tepiladi. Ba'zi kishilar molini ham infoq qiladi, lekin saharlarda istig'for etish sifati ularda tepilmaydi. Bu sifatlarni Alloh taolo bir qator o'rinda keltirdiki, kishi bu sifatlarni o'zida mujassamlashmagicha taqvo sifatiga ega bo'lmaydi. Alloh taolo har kechida kechining 3/1 qolganda dunyo osmoniga tushadi. Kim duo qilsa, duolarini ijobat qilaman, kim istig'for etsa, gunohlarini mag'firat qilaman deb. Agar hukumat rahbarlaridan biror odam mushiya keladigan desa, moli davlatdan arzimas biror narsa beradigan desa, hamma odam shu yerga hozir bo'ladi. Mushi ish bir yilda bir bo'lsa ham shundoq. Ammo Alloh subhanahu va taolo har kechida kim duo qilsa ijobat qilaman, kim istig'for etsa mag'firat qilaman deydi. Inson nurg'un saholarda g'aflat qiladi. Kishiga
Mal, devlet vəd qılğan şu kişi onu tanımaydı. Ama Allah Teala onu tanıydı. O kim, onun nesebi hemmini bildi. Mana şundaq bildiğin zat keçinin 3'ten 1 qalğanda uyquning şirin vaqtida nida qildi. Yani namaz Allah'tan qorquvchilardan, yani kamtarlik bilan Allohga bo'ysunguchilar boshqalarga haqiqatan mushaqqatli ishdir. Ba'zi sifatlar takror bo'lsa ham biz davomli aytamiz. 4-chi sifat, yani taqvodorlar kengchilikdimi, qiyinchilikdimi Allah yo'lida pul-mar sarf qildiganlar. O'ch ilishga qodir turib, ochiqini yutadiganlar. Yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Sura Al-Imron 134-oyat. Hayotdagi nurg'un xatoliklarni tekshirib ko'rsangiz, ochiqini yutolmaslikdan kelib chiqadi. Ochiqini yutish payg'ambarlarning sifatlaridan biri. Bu yerda deyilayotgan ochiqini yutish o'ch ilishga qodir, har narsa qila oladigan turib ochiqini yutishdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixiga qaraydigan bo'lsak, uning hayotining hammasi mu'minlarga nisbatan intayin ochiqini yutquchi kishi bo'lgan. Bundaq misollar tarixda intayin ko'p. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlarini qonga bo'yab, uning shunchalik qattiq azob bergan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlaridan qonni surtib o'tib, "Ey Alloh, xalqimni kechirgin. Ular bilmasdan menga azob qilyotdi" deb duo qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga ketayotdim. Ustida Najroni bir ton bor edi. Bir Arabiy uchrab, uning tonidan shunda qattiq tortdiki, men ton yoqsining uning bo'yinlarini qizartib o'tganligini ko'rdim. U, "Ey Muhammad, oldingdagi Allohning molidan menga ber" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qarab kuldi-da, "Buningga bu mollardan bir marhamat qilinglar" dedi. Bundaq misollar nihoyat ko'p. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga afu qilish, ochiqini yutish haqida eng oliy axloq berilgan edi. Hatto boshqalarni afu qilishga buyurib, Allohning nomi bilan qasam qilib aytdilarki, sadaqa molni kamaytirib etmaydi. Alloh taolo afu bilan insonga izzatni ziyoda qiladi. Bir kishi Alloh uchun tavazzu qilsa, Alloh uni ko'taradi. deb bu üç sifatni insonning kamolatiga sabab bo'ladi deb bayon qildilar. Muttaqinlarning yana bir sifati vallohu yuhibbul muhsinin. Yani Allah yaxshilik qilguvchilarni, muhsinlarni do'st tutadi. Muhsinlar kim? Birinci, Allah'a bo'lgan ibodatda muhsin bo'lganlar. İhsanning nimaligi hammamizga ma'lum. Bu vaqtda Rasulullahdan so'ralganda, ihson Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishingiz. Agar Allohni ko'rib turgandek ibodat qilolmasangiz, Allah meni ko'rib turdi deb Allohga sig'inishingizdir dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadislarda aytdilarki, Allah har bir narsaga ihson qilishni farz qildi. Hatto jang maydonida kofirlarni o'ltirganda ham ihson qilishni kitobat qildi. İslamda jang maydonida dushmanining burun quliqini kesishga yo'l qo'yilmaydi. Ammo boshqa millatlar o'z dushmaniga nima xorliq bo'lsa, hammasini qiladi. Kim birer hayvonni so'ysa ham uni chiroyli so'ysin,
so'ydigan saymini ittiq qilsin, so'yiladigan hayvonni rohatlantirsin. Ehson mana mush amallardan bo'lish kerak. Demak, inson o'zining hayvonlar, o'simliklar, hatto daraxtlar bilan bo'lgan muomalasida ihson sifatini qilmasa, muhsin taqvo bo'lish muqomiga yetolmaydi. Ihson hatto oldi satdida ham bo'lmoq kerak. Rasululloh satqanda, olganda ham qarzini talab qilganda keng muomilada bo'lgan kishiga Allohning rahmati bo'lsin dedi. Taqvo sifatlaridan yana birisi shuki, Odam alayhissalomning avlodi ko'p xato o'tkazgichidir. Xatoda davom etmaslik taqvo sifatidandir. Xatodan xoli bo'lish taqvodorlik emas, birodarlar. Qur'oni Karimda Alloh taolo maqtagan bandalarni xatodan xoli bandalar deb maqtagani yo'q. Ya'ni ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Sura Al-Imron 135-oyat. Bir xatoni davomlashtirmagan kishilar o'zida taqvo sifatini mujassamlagan kishilardir. 6-chi taqvo sifati g'aybda Alloh taoladan qo'rqish va qiyomatdan qo'rqish, ya'ni qiyomatdagi ahvollarni esiga elib qo'rqish, bu ham taqvo sifatidandir. Alloh taolo Qur'onda, ya'ni biz haqiqatan Musa bilan Harunga furqonni, ya'ni haq bilan botilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni ayirg'uvchi Tavratni, nurni, taqvodorlarga foydalanadigan va'z nasihatni berdik. Taqvodorlar Rabbini ko'ymay turib, bundan qo'rqidi. Hamda ular qiyomatning dahshatidan titrguvchilardir deydi. Sura Anbiya 48-49-oyatlar. Musulmon kishining qo'rqishi faqatla Alloh subhanahu va taolodan bo'lish kerak. Musulmon kishi Allohdan boshqadan qo'rqmaydi. Ya'ni o'zining salim iymonida turganda Allohdan boshqadan qo'rqmaydi. Ammo salim iymondan tashqarida turganda qo'rqishi mumkin. İnsandaki g'aybdan qo'rqish bu g'arizdir. Agar inson bu g'arizini to'g'ri yo'l bilan qondirmasa, uni boshqa bir xato yo'linish bilan qondiradi. Hech kim ko'rmaydigan o'rinda Allohdan qo'rqmay yurgan kishilar ko'langilardan, o'zidan tuvan turadigan past, razil kishilardan ham qo'rqib yashaydi, birodarlar. Bu qo'rqishdan inson qochib qutulolmaydi. Hech kim ko'rmaydigan o'rinda Allohdan qo'rqish insonning harakatini to'g'ri yo'llanishga soladi. Inson agar qo'rqishdan iborat shu g'arizini to'g'ri yo'l bilan qondirmasa, hech qo'rqishga tegishli bo'lmagan narsalardan qo'rqib yashaydi. Ya'ni Rabbidan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Sura Mulk 12-oyat. Alloh taoladan yolg'iz qolganda qo'rqish payg'ambarlarning eng imtiyozli sifatlaridan bo'lgan. Ya'ni ular, ya'ni payg'ambarlar Allohning amr farmonlarini yetkazadi. Allohdan qo'rqadi. Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senmu Allohdan g'ayridan qo'rqmaslikda shu payg'ambarlarga ergashgin. Alloh hamma ishlardan hisob elishga yetarlikdir. Sura Ahzob 39-oyat. Haqiqiy islom ulamolari Allohdan qo'rqadi. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulema. Ya'ni Allohning bandalari ichida Allohdan faqat ulamolar qo'rqadi. Sura Fatir 28-oyat. Agar olim bo'lib Allohdan qo'rqish hosil bo'lmasa, bilingki u yuzaki olim ekan.
Allah'tan haqiqiy qo'rqish Allah'ның bəndiləri içində ölüməliyə nisb olğan. Ölümalik sıfatını da'vo qilgan odamda agar Allah'tan qo'rqish hosil bo'lmasa, uningdagi ilm yuzaki ilm bo'ladi. Xo'p, hammamiz Allah'tan qo'rqamiz deb da'vo qilamiz. Ammo Alloh taolo o'zining kalomida qo'rqishning qandoq bo'lganligiga bir o'lcham bekitdi. Ya'ni Alloh so'zlarning eng chiroyli bo'lgan Qur'onni nozil qildi. Fasahatda, balog'atda uning ba'zisiga o'xshab ketadi. Ba'zi nasihatlar, ahkamlar, qissalar uningda takrorlandi. Qur'ondagi azob oyatlari tilovat qilingan chaqda Rabbidan qo'rqadigan kishilarning badanlari titraydi. Ondan Allohning zikri uchun, ya'ni Allohning rahmati, mag'firatiga doir oyatlar tilovat qilingan chaqda ularning badanlari va dillari yumshab orom topadi. Sura Zumur 23-oyat. Ya'ni agar biz Qur'onni biror toqqa nozil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanlikdan bosh ekanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Sura Hashr 21-oyat. Mana bu oyatlar Alloh taolaning eng go'zal bir xabarni tushirganligini bayon qilib berdi. Qur'on tilovat qilinsa, Allohdan qo'rqqan kishilarning tanlari titrab ketadi. Qalbi Alloh tarafga moyil bo'ladi. Qur'on tilovat qilinganda buningdan bir ta'sirlanish, uning buyruqlarini ado qilish uchun moyillik paydo bo'lishi Allohdan qo'rqishning belgilaridandir. Muttaqinlarning qiyomatdan qo'rqadiganligi to'g'risida Anas ibn Malik mundaq deydi. Bizga Rasululloh bir xutba o'qidiki, men bundaq xutbani burun anglamagan edim. Rasululloh mundaq dedi. Agar men bilgan narsani bilgininglarda oz kulib, ko'p yig'lagan bo'lardinglar. Shunda ashabilar yuzlarini to'sib oldi-da, asadab yig'lashdi. Ashabilarning hammasi kechqurunliqi ko'p yig'lishatdi. Abdullah ibn Abbas radiyallohu anhu Rasulullohning ichidan qozon qaynayotgandek tovush chiqib turgan holatda namozda turganligini ko'rdim deydi. Ashabilarning hammasi Qur'on tilovat qilinganda ko'plik yig'lishatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohdan qo'rqib yig'lagan kishi do'zaxga kirmaydi dedilar. Alloh yo'lida chiqqan to'zon bilan jahannamning tutuni jamlanmaydi dedilar. To'zon Alloh yo'lida safarga chiqib, shu safarda qo'ngan to'pchangdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayni shu to'zon bilan jahannamning tutuni jamlanmaydi dedilar. Alloh taolo yana qiyomatda o'z arshining soyasida soylandiradigan 7 toifaning birini xoli joyda Allohdan qo'rqib ko'z yish qilgan kishi dedilar. Alloh taolo uchun 2 qatr va 2 izdan so'yimlikroq narsa yo'q. Birinchi Allohdan qo'rqib yig'lab to'kilgan yosh. Ikkinchisi Alloh yo'lida to'kilgan shahidlik qini. Birisi Alloh yo'lida yurgan iz. Yana birisi Allohning fazini bejirish uchun yurgan iz. Muttaqinlarning 6-chi ta'rifi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo sura Zariyatda muttaqinlarning jannatlarda va iqib turadigan chashmalar orasida bo'ladiganligini bayon qilgandan keyin innahum kanu qabla zalika muhsinin, ya'ni ular bundan ilgari dunyodagi vaqtida yaxshi ish qilguvchilar edi deydi. Muhsinlarning ta'rifini aytib o'tdik. Ular kechasi oz uxlaydi.
Ular seherlerde Rabbidin mağfiret tilaydi. Ularning pul mollarida saillar ve işbetlikidin saillik qilmaydigan muhtojlar huquqi ega edi. Ya'ni ular saillarga ve muhtojlarga sadaqa qiladi. Sura Zariyat 19-ayet. Bazı ayetlerde yani ular mollaridan tilaydigan peqir ve tilamaydigan peqirlarga muayyan haq yani zakat berdi. Sura Ma'arij 24-ayet. Deb keldi. Buningdan ma'lumki kishi topgan mulkidan ma'lum nisbatda ayirib yashamoqlik kerak, birodarlar. O'zi savdo, hunar yoki boshqa ish qiladigan bo'lsa, shuningdan topgan narsasidan soil, so'rg'uchi yoki so'rashdan uyiladigan kishilarga ma'lum nisbatda ayirib yashamoqlik kerak. Mana bu muttaqillarning sifati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kashqurunda nihoyat oz uxlaganligi to'g'risidagi ta'riflar ko'p. Agar bu vaqtda to'xtaladigan bo'lsa, inson xijil bo'ladi. Hudayfa radhiyallohu anhu aytdiki, bir kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qidim. Sura Baqarani boshladi. 100 oyat o'qib bo'lgandan keyin endi ruku qilsa kerak deb kutib turdim. Uningdan o'tib ketdi. Sura Baqarani bir rakatga o'qisa kerak deb turdim. Yana davom etib Sura Niso'ga o'tdilar. Sura Niso tugab Sura Al-Imronni boshladi. U tugisa yana bir sura oyatlarida tasbih o'qidi. Tilash to'g'risidagi oyatlarda Allohdan rahmat tiladi. Azob oyati kelsa azobdan panoh tiladi. Keyin ruku qildi. Rukuda ham qiyomda turgan muddati turdi. Rukudan turib yana qiyomda turganchilik turdi. Ondan sajda qildi. Sajdada ham qiyomda turganchilik uzun turdi. Buni Imom Muslim rivoyat qilgan. Mana bu kechalari qiyomda turg'ichi muttaqinlarning komil sifati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kashqurundagi bu holati uni kunduzdagi jihatdan to'smaydi. Mollaridan ojizlarga infoq qilishidan to'smaydi. Butun dunyoga maktub yo'llash holatini buzmaydi. Sahobalar Rasulullohni jihad maydonida shijoatlik, kashqurunligi, ruhliq, mollaridan ojizlar bahramand bo'ladigan kishi edi deb sifatlashaydi. Rasululloh mana bizga o'xshash zaif, ojiz kishilarga aytdiki, Abu Said radhiyallohu anhu aytdi: agar bir kishi o'z ayolini uyg'otib 2 rakat namoz o'qisa yoki namozni jamoat bilan o'qisa, Allohni zikr qilib turadigan kishilar qatoriga kirdi. Abu Davud rivoyat qilgan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir kishi subhigacha uxlab qolgan kishi to'g'risida so'raganda, bu kishi shayton ikki qulqiga yoki bir qulqiga bavul qilib siyib qo'ygan kishidir dedilar. Agar bir odam shaytonning qulqiga bavul qilib qo'ydiganligini bilsa, shu kishi kechasi uxlamaydi. Qulqiga emas, biror kiyimiga bavul qilib qo'yishini bilgan kishi uxlamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana subhigacha uxlab qolgan kishini shayton qulqiga bavul qilib qo'ygan odam dedilar. Biz buning kayfiyatini bilmaymiz, birodarlar. Bu quloqni tozalash tiyibning oldiga berib tozalash emas, balki subhidan ilgari turishdir, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq bir voqea holatni sifatladilarki, sizlarning biringlar uxlagan vaqtida shayton 3 teginchi bilan bog'lab qo'ydi. Turmoqchi bo'lsa, uxlatihi kecha uzun deb kishini bexotlashtirdi. Kimiki turib Allohni zikr qilsa, bir tugunchi yeshiladi. Tahorat elish bilan ikkinchi tugunchi yeshiladi. Namoz o'qish bilan uchinchi tugunchi yeshiladi. Tursa
tabiati toza bo'lib o'rnidan turdi. Turmasa tabiati kir bo'lib turdi. Ondan keyin har kuni shu ahvol davomlashadi, birodarlar. Allah mana Sura Furqonda o'zi yaxshi ko'radigan bandalarini ko'p sifatladi. Buni takror bo'lsa-mu yana aytamiz. Ya'ni marhamatlik Allohning yaxshi ko'radigan bandalari zaminda o'zlarini to'van tutib, tamkinlik bilan mangadi. Ya'ni qatirmaydi. Hatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, namozga kelsanglar, oldirmay kelinglar. Tapqınыңlarni o'qinglar, tapolmaganinglarni tamom qilinglar. Shunga namozga oldirmay kelish bu sunnat, birodarlar. Ya'ni nadonlar ularga yoqtirmaydigan so'z qilsa, ular sizlarga omonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Sura Furqon 63-oyat. Nadon kishilar bilan gap talashish ham bir nadonlik, birodarlar. Shundoq bir hikoya bor. Bir donishmand kishi ketayotganda bir jahil kishining uning yoqsini tortib janjallashayotganligini kishilar ko'rgan. Shuning bilan kishilar bu bir donishmand kishi edi. Jahil uni shu ahvolga qo'yibdi deganlarda, u kishi donishmand bo'lgan bo'lsa, shu jahil bilan teng bo'lib o'zini shu holga keltirmasdi degan ekanlar. Ya'ni ular kechilarni Robbiga sajda qilish va qiyomda turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Ya'ni ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar aytadi, Robbimiz bizdan jahannam azobini deb ayqig'in. Jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilmaydi. Ya'ni jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir. Yomon joydir. Ya'ni ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi. O'ttira hol xarajat qiladi. Ya'ni ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Allah haram qilgan nahaq odam o'ldirish ishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimiki bu gunohlarni qiladi ekan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomatda u xorlangan holda jahannamda abadiy qoladi. Tavba qilib, iymon etib, yaxshi amal qilganlarning xatoliklarini Alloh taolo yaxshilikka almashtirib berdi. Ya'ni ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar yolg'on guvohlik bermaydi. Sura Furqon 72-oyat. Zuraning nimaligi to'g'risida ulamolar bir qancha ma'no bergan bo'lib, buni bu yerda aytib o'tishni muvofiq deb qarayman. Zuraning birinchi ma'nosi g'ina. Ya'ni ular muzik chilingan so'rinlarda hozir bo'lmaydi deyilgan. Ya'ni uni pulga setib olib anglash emas, bor joyga hozir bo'lmaydi. Bugun qarasangiz, naqshi muzik aytqichilarga kishilar mol davlat ilib kelib, ularga ta'zim qilib, umrida hech kimga qilmagan, Allohning biror bir do'stiga ko'rsatmagan ehtiromni qilishib yurishidi. To'y to'kinlarda ruxsat qilingan degan kechakka kirib olib, hayotida biror farz amalga qilmagan ehtimomni qilishib yurishganini ko'ramiz, birodarlar. Ammo mu'min taqvo sifatiga ega bo'lgan kishi shu majlislarga, shu yig'ilishlarga hozir bo'lmaydi. Ikkinchisi, shirik bo'lgan yig'ilishlarda, majlislarda hozir bo'lmaydi. Onunğa mol davlat sarf qilmaydi, emas, balki hozir bo'lmaydi. Oyun tomoshalarga pul sarf qilib qatnashadi emas, balki onunğa qatnashibmi qolmaydi. Taqvo sifatidagi kishilarning hayoti ana shundoq bo'ladi. Ular hayotining jiddiy narsa ekanligini biladi. Ular kezib majlislarda hozir bo'lmaydi. Ularda mushriklarning ayıpları hozir bo'lmaydi.
ular fahisha sorunlarda hozir bo'lmaydi. Mana mushularning hammasi az-zura deyiladi. Mo'min kishi mana mushu zuralarga hozir bo'lmaydi. İmam Buxoriy va Imom Muslimning hadislarida muttafaqun alayhi suratda Abu Bakr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinganki, Rasul sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Gunohlarning eng cho'ngini aytib beraymi? Aytib beraymi deb 3 marta dedilar. Aytib bering ey Allohning Rasuli dedilar. Allohga shirik keltirish, ota-onaga oqilik qilish, ota-onani qoqishtish dedi. Va yonpashlab yotgan yerdan turib yolg'on guvohlik berish deb zura so'zini Rasululloh takrorlavadiki, Rasulullahning so'ziga mushtaq sahobalar endi to'xtab qolsken degan darajada ko'p dedilar. Ya'ni shahadati zurini Rasululloh cho'ng gunohlardan sanadi. Kimning qalbida ma'siyatga rag'bati bo'lsa, uni undimay qilsin. Uning gunohi o'ziga bo'lsin. Uni boshqalarga targ'ib qilmay qilsin, birodarlar. Men dunyodan ketib qolaman, ammo sizlarga ikki ig'ir narsani qo'yib ketyapman. Uning biri Allohning kitobi, buningda hidoyat, nur bor. Uni mahkam tutinglar deb Allohning kitobiga targ'ib qildi. Va keyin men ahli baytimni sizlarga aslataman. Mening ahli baytimdan ehtiyot bo'linglar dedilar. Zayd ibn Arqamdan Husayn so'radiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytlari kimlar? Uning ayollari ham ahli baytlaridanmi? Zayd aytdiki, ayollarining hammasi ham ahli baytlaridandir. Lekin uning ahli baytlari Rasululloh alayhi vasallamdan keyin sadaqa, zakat o'shiridan mahrum bo'lgan kishilardir. Ular kimlar? Ular Ali ibn Abu Talibning nasablari, Aqi, Ja'far va Abbasning amakallari, mana mush kishilarning avlodlarining hammasi Rasulullohning ahli baytlari dedilar. Bularning hammasi sadaqatdan mahrum bo'lgan kishilarmi? Zayd ibn Arqam ha dedilar. Ba'zi rivoyatlarda men sizlarga ikki narsani qo'yib ketyapman. Uning biri Allohning kitobi. U Allohning bandalari bilan o'tirisida tatgan orqini. Kim uni ching tutsa hidoyat ustida bo'ladi. Kim tark qilsa shu dalolatlar ustida bo'ladi deyilgan. Ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Bu ikkala narsa hidoyat yo'lidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Zayd ibn Arqam mana shu narsani rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhisalomning umrining oxiridagi ko'p nasihatlari tekshirib ko'rilsa, Payg'ambar alayhisalomning Allohning kitobi va o'zining sunnatlaridan iborat ikki narsani qo'yib ketyapman deganligi ayon bo'ladi. Sunnat bilan hadisning farqi shuki, hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari. Sunnat tutgan yo'llardir. Sunnat Rasulullohning aytgan so'zlari va qilgan amallarini o'z ichiga oladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umrining oxirida vasiyat qilgan yo'l mana shudir. Ko'rinishlikida qandoq yo'l bo'lishidan qat'iy nazar, buningdan boshqani talab qilish dalolat bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomning qilgan amallari va ko'rsatmalari bugünkidek dunyoda ajnabiylarning madaniyati ta'sirida g'alit ko'rinib qolgan bo'lsa, uning qalbda g'alit ko'rinib qolishidan ehtiyot qilish kerak. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Al-Imron 31-oyat.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashish Allohning yaxshi ko'rishi va gunohlarning mag'firat bo'lishiga sazovor bo'lishning yo'lidir. Buning uchun bundan boshqa yo'l yo'qdir, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashgan kishi Alloh meni yaxshi ko'rdi, gunohlarimni mag'firat qiladi deb ishonsa, xato bo'lmas kerak. Ammo qilgan ish qancha go'zal ham yaxshi bo'lsin, Allohning yaxshi ko'rishi, gunohlarning mag'firat qilinishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishdan boshqa yo'l bilan bo'lmaydi, birodarlar. Allohning kitobi va Rasulullohning yo'lidan boshqa yo'llarning hammasi dalolatdir. Allah hammamizni Allohning kitobi va Rasulullohning yo'lini ching tutishga nasib qilsin. Endi bu yerda yana shu narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ba'zilar o'zining tutgan yo'lini butunlay to'g'ri deb qolmasin. Chunki bizning tutgan yo'limiz, qilgan ishimiz ham degan so'zimiz kitobi sunnatga taqqoslanadi. To'g'ri bo'lsa elinadi, noto'g'ri bo'lsa tashlanadi. Biz emas, hatto tarixda o'tgan eng katta zotlarning ishi ham shudir. Imom Malik Rasululloh alayhissalatu vassalamning qabrisini ko'z tutib turib mundaq degan: faqat mush qabr egisidan boshqa hammaning so'zi elinadi, ham tashlanadi. Shunga bir davrlar kelib falonchi mundaq degan deyilsa, bu hujjat bo'lolmaydi, birodarlar. Hech kimga hujjat emas. Alhamdulillah, yuqorida Abduvali Qori rahimahulloh darslaridan tanlanmalardan 13-dars taqvoning mohiyati haqida degan temani angladinglar. Oxirini keyin qatimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.